Akalar, yangilikda jinnisi. Endi 70 tezlikda yuradigan bo'lsangiz ham prava va nomer talab etilmaydigan ajoyibini sizga ko'rsataman. Eng asosiysi buni motori 2000 vattli hisoblanadi. Tanishing Drongo'dan Kugo D Pro samokati. Maksimal tezligi soatiga 70 kilometrni tashkil etadi va yurish masofasi 30 kilometrdan 40 kilometrgacha. Akalar, bunga e'tibor beradigan jihatlar juda ham ko'p, e'tiborni jalb etadigan. Aynan siz baland binolarda yashaydigan bo'lsangiz, xuddi mana shunaqa qilib rolni bir taxlam qilasizda, bemalol koridorga olib kirib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari fonariklariga alohida e'tibor berishingiz kerak. Akalar, kommentariyalarda o'qiganimda shunaqangi kommentariyalarga ko'zim tushdi. Ya'ni bu video bizga qiziq emas, agar narxi bo'lmasa, hozir sizlarga narxini aytaman. Undan avval esa kanalimizga obuna bo'lib, bu videoga like bosib, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldirasiz degan umidaman. Xo'p, samokatimizning narxi $360 dan. Mana sizlarga samokatning narxini aytdik. Ana endi sizlar bu videoni yaqin do'stingizlarga yuborib qo'yib, kommentariyasini bam qilib portatib yuborasizlar degan umiddaman.